Men buni sindiringni. Nimaga? Sindiring. Men sindira olmasam kerak. Sindira olmadingiz. Men narxi sindirib tashlang. Nech pul olyapsiz? Biz quruvchilar sindirib tashlaymiz. Nech pul olyapsiz? Narxi ayting. 90 ming. Yo'q, qanaqa 90? Mana shu xonadonni sizlarga 85 ming. Hammasini 85 ming sotganmiz. Bunisini ham 85 ming sotamiz. Katta bo'lsa ham. Mana shu xonadonni sizlarga 85 ming dollarga beraveramiz ekan. Siz rozi bo'lishingiz shart emas. Bu yerda darvozaxonamizni Treverti oppoq remontlar bilan qilib beriladi. Hop, bu yerdan kirganimiz tepada mana kichkina balkonchasi ham bor. Hop, yo'li o'ng tomonimizda kuxnasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, kafelargacha qilib qo'yilgan. Ozgincha bardakroq. Bu yerda katsinli xona bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hamma narsa shu yerda joylashgan. Bu yerda mana bitta xonamiz detskiy yoki spalni qilib qo'ysalar bo'ladi. Bu yerda o'zini sanuzeliga ega. Bu yerda kattagina bo'lgan zalimiz. Hop, zinadan chiqqanimizda, taxtali zinadan chiqamiz. Ko'rishingiz kuchli joylargacha qilib qo'yilgan. Juda chiroyli qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, bagati xonadonimiz. Chap tomonimizda oshxonaning tepasi bitta zal qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Har bitta xonasi katta-katta. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana bitta zalimiz bor. Mashalloh, juda chiroyli. Bu yerda bitta detskiy yoki spalnigimiz joylashgan. Bu yerda o'rtada bitta kuxonlik dedim, sanuzelimiz joylashgan. Bu xonadon sizlarga 85 ming dollar evaziga bera olamiz. Lokatsiya keladigan bo'lsa, Yengil Toshkent bo'lsa-da, Toshkent tumaniga kirganimizda 5 kilometr Tutzor degan joy bor. Tutzorda joylashgan. Kimga qiziqsa, mana shu pastga telefon qilib 85 ming dollar evaziga xarid qilishingiz mumkin.